Hammaga salom, men Abdulloh. Bugungi videoda ingliz tili siz o'ylagan darajada qiyin emasligi hamda etapma-etap o'sib borish juda ham osonligi haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, sizda o'zingizni bilimlaringizni o'lchash bo'yicha aniq instrumentlar bo'ladi. Demak, men videoni boshladim. Siz obuna va like tugmalarini kelasi foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bosib qo'ying. Hammani qiziqtiradigan eng top savollardan bittasi. O'zi aslida ingliz tilida nechta zamon bor? Ko'pchilik aytadi 20 ta zamon bor, 22 ta zamon bor, yoki 26 ta. O'zi aslida ingliz tilida bizga kerak bo'ladigan 12 ta zamon bor. Ya'ni biz o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa 26 ta hisoblanadi. Bularda 12 tasi zamonlar, 10 tasi passive voice'lar va 4 tasi future in the past zamonlari hisoblanadi. Jamini qo'shgan paytimizda albatta bizda 26 ta umumiy ingliz tilida o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar. Bularning barchasi sizni etapma-etap olib chiqishga juda ham katta yordam beradi. Xo'p, sizda savol bo'lishi mumkin. Men nechta narsani biladigan bo'lsam, qaysi etapda bo'laman yoki B1 yoki B2 darajaga yetib olish uchun nechta zamonlarda bilishim kerak? Mana shu narsalarda hozir siz bilan bo'linma-bo'lim ko'rib chiqamiz. Beginner bo'limi. Beginner bo'limi ingliz tilini boshlayotganlar uchun eng birinchi bo'limlardan bittasi. Xo'sh, qachon siz men o'zim beginnerni 100% bitirdim deb hisoblashingiz mumkin. Odatda ingliz tilida boshlang'ich narsalar bor. Bular to be, have got, has got yoki there is, there, ko'plik qo'shimchalari, artikellar, ya'ni an artikellari. Mana shularga qo'shimcha ravishda siz ikkitagina zamon bilsangiz, bular eng oson zamonlar, ya'ni boshlang'ich zamonlardan bittasi present simple hamda present continuous. Final fe'l can, shu bilan birgalikda oldin sanab o'tgan narsalarimni siz biladigan bo'lsangiz, bemalol beginner etapini tugatganman desangiz ham bo'laveradi. Ya'ni bu narsa juda ham oddiy va eng sodda narsalar hisoblanib, beginner etapini o'z ichiga oladi. Elementary daraja haqida gaplashadigan bo'lsak, beginnerda o'rgangan ikkita zamonimizga yana 3 ta zamon qo'shiladi. Ya'ni beginner etapida siz present simple hamda present continuous zamonlarini mukammal darajada bilgan bo'lsangiz, endi elementary etapida past simple va past simple ga aloqador jamiki narsalar. Bular can'da o'tgan zamondagi shakl, ya'ni could yoki have got, has got da o'tgan zamondagi shakli had yo bo'lmasam to be ni o'tgan zamondagi shakllari. Bunga qo'shimcha ravishda past continuous va future simple zamonlarini bilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni elementary etapini bemalol bilaman deyishingiz uchun 5 ta zamon ekan, qaytarib o'taman. Present simple, present continuous, past simple, past continuous va future simple zamonlarini mukammal bilsangiz, siz bemalol o'zingizni elementary darajani tugatganman desangiz ham bo'laveradi. Pre-intermediate haqida, ya'ni elementarydan keyingi 3-etap haqida gaplashadigan bo'lsak, siz bu etapga yetib kelish uchun present perfect zamonini juda ham mukammal darajada bilishingiz kerak, jamiki qo'shimchalari bilan. Shu bilan birgalikda present perfect continuous, past perfect zamonlarini bilishingiz kerak va complex sentences, ya'ni murakkab gaplarni ham bemalol tuza olishingiz kerak. Xo'p, murakkab gap nima o'zi? Murakkab gap odatda ikki qismli gaplar bo'ladi. Ikkita zamonni aralashtirib tuziladigan gaplar. Men sizga ikkitagina misol keltirib ketaman. Bunda past continuous hamda past simple ni ishlatib murakkab gap tuzishingiz mumkin yoki present simple va future simple ishlatib complex sentencelar, ya'ni murakkab gaplar tuzishingiz mumkin. Mana shu narsalarni biladigan bo'lsangiz, siz bemalol pre-intermediate darajasidaman siz bo'laveradi. Intermediate etap haqida gaplashadigan bo'lsak, intermediate-ga siz bemalol yetib keldim deya olishingiz uchun yuqorida o'rgangan barcha narsalarimizga qo'shimcha future continuous, future perfect continuous zamonlarini hamda conditional va passive voice'larni 100% darajada bilishingiz kerak bo'ladi. Ana shu etaplardagi barcha narsani biladigan bo'lsangiz, siz o'zingizni bemalol ingliz tili darajangizni B1 deb aytsangiz ham bo'laveradi. Endi qanaqa B2 yoki C1 ga ko'tarilish haqida advanced darajasida gaplashamiz. Xo'sh, advanced darajasi ingliz tilidagi eng yuqori daraja hisoblanadi, ya'ni 5-bosqich. Bu bosqichda siz aytib o'tilgan yuqorida 12 ta zamonlar, ya'ni barchasini mukammal darajada 10 ta passive voice'lar hamda 4 ta future in the past zamonlarini bilishingiz kerak. Future in the past zamonlari future simple in the past, future continuous in the past, future perfect in the past hamda future perfect continuous in the past. Bular 4 ta hisoblanadi. Mana shu narsalarni 26 ta narsani mukammal darajada o'rganganingizdan keyin siz
advanced darajada bo'lasiz. Agar advanced yetib keladigan bo'lsangiz, listening, readinglar, writinglar shug'ullangan bo'lsangiz, bemalol TOEFL yoki IELTS da 5,5 yoki B2 darajani qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Umumiy maslahatlar. Agarda siz ingliz tilini mukammal darajada o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu 26 ta narsani zo'r bilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bularni qanaqa qilib zo'r bilaman degan savol bo'lishi mumkin sizda. Birinchi o'rinda kun tartibingizni to'g'rilashingiz kerak. Ya'ni har bitta o'rgangan narsangiz bo'yicha, misol uchun present continuous. Present continuous zamonini siz qachon 100% bilaman deyishingiz mumkin. U zamonda siz bemalol gap tuza olsangiz, u zamonda berilgan gaplarni 100% tarjima qila olsangiz va shu bilan birgalikda yon atrofingizda bo'lib turgan holatlarda 100% tasvirlab bera olsangizgina mana shu zamonni zo'r bilaman deb aytsangiz bo'laveradi. Bu narsa faqatgina present continuousga emas, aytib o'tilgan barcha narsaga aloqador. Bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. O'ylaymanki, ingliz tili qanchalik darajada osonligi hamda etap-etap o'sib borishingiz uchun nimalar kerakligi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldingiz. Agarda qanaqadir savolingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Shaxsan o'zim unga javob beraman. Bugungi video sizga yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmalarini bosishni hamda kelasi videolarimiz uchun bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang.